4 yoshda nur berdimi? Ona rozi bo'ldimi? 16 yoshlik Imom Buxoriy 58 yoshgacha Arabistonda qolib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini sahihini to'playman deb qoladi. Ona rozi bo'ladi. Imom al-Buxoriy, diqqat qiling, 16 yoshlik bola 42 yil arab diyorlarida, 20 dan ziyod islom diyorlarida qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 600 mingdan ziyod hadisini to'pladi. 300 mingini yod bilar edi. İçida to'g'risi, chalasi, sahih, nosahih bor edi. İchidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi, Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Vatanga muhabbat bilan, vatanga sadoqat, sog'inch bilan 16 yoshlik Imom al-Buxoriy 42 yil arab diyorlarida qolib, 600 mingdan ziyod hadisning ichidan 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobni oq qog'ozga Arabistonda ko'chiradi. Imom al-Buxoriyga arab diyorlarida maqom beradi. Dunyo imomlarining imomi, muhaddislar sultoni maqomini arab diyorida oladi. Arablar xohlaydi Buxoriy Arabistonda qolsin. Ta'minot, uy-joy, hamma sharoitni qiladi. Mani qalblaringda vatanga muhabbat bor, oilaga sadoqat bor. Buxoriyda sog'inch ziyoda edi. 58 yoshda vatani Buxoriga qaytib keladi. E'tiborli bo'ling. Farzandi, zurriyoti, oilasi to'g'risida manba yo'q. Buxoriy men uylanmayman degan mazmun hayoldan o'tmagan. Umr ilm bilan o'tganligini o'zi ham sezmay qolgan edi. Buxoriy 58 yoshda Buxoriga kelib, qolgan umrim endi xalqimga bo'lsin, men dars berayin deb dars berib turganda ko'ra olmaslar chiqdi. Qarang, zamonasida bo'lgan munofiqlar hozir ham bor. Biron narsa sotsangiz ko'ra olmaydi, ishingizni ko'ra olmaydi, bu farzandlarni ko'ra olmaydi, munofiq deyiladi. Zamonasida bor, hozir ham bor, to qiyomatgacha bo'ladi. Buxoriyni ko'ra olmaslar. Buxoroda Xolid degan podshosiga yomonladi. Podsho xalqingni olib qo'ydi, seni taxtingni olib qo'yadi. Podsho Buxoriyni saroyga chaqirtiradi. Sen xalqqa dars bermaysan, saroyda menga, farzandlarimga tanho dars berasan. Imom Buxoriy yo'q dedi. Ilm izlab boriladi. Qarang, beshikdan qabrgacha dedi. Imom Buxoriy ta'kidlab qo'ydi. Men ilmni islom diyorida 40 yildan ziyod yurdim. Ilmni arkasidan quvdim. Olgan ilmlarim senga sotmayman, saroyingga bormayman. Ilm kerak bo'lsa kel, xalq bilan birga ilm olasan deganda podsho aytganimni qilmat deb kelishmasdan qoladi. Bir masalada noto'g'ri dars beryapti deb tuhmat qilib